Ertalab qolqapti. Endi maktabga borish kerak desam, hali kamera qilibdi. Uni tuzatamiz. Hammaga salom do'stlar, men Shohkim. Bugun sizlar bilan biz maktab serialining ikkinchi qismini olamiz. Hozir uni tuzatib olish kerak. Endi biz maktab serialarini ko'ramiz. Yaxshi, bugun bizga opa telefon, ikkita non, ruchka. Endi bularni kiyamiz. Mana buni bu yerga, buni bu yerga, buni bu yerga, telefondan non, ruchka. Endi ketdik do'stlar maktabga. Mana maktab, haliyam maktab mening yonimda ekan. Hali kechga olganimiz yo'q ekan, kech qolib ketdik. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nega kech qolding? Shunaqa qildi. Shuning uchun ham oxirgi bardan o'tir. Ehmoq, nega jo'ralaring kelmadi? Bilmayman. Soat 8 dan oshdi. Qani o'tir, yoz. Birinchi soatda matematika. Ona tili. Ona tili dedim. Mayli. Qani, onamizni hurmat qilamiz. Onamizni hurmat qilamiz. Vatanimizni hurmat qilamiz. Vatanimizni hurmat qilamiz. O'zimni ham hurmat qilaman. O'zimni ham hurmat qilaman. Vatanimni sevaman. Vatanimni sevaman. Qani yapki? O'zi ish qilib yozdingmi? Ha? Qani? Mana. Молодец. 5, 2-5. Mayli. Jingir 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 tarafga chiqdi. 5 minutga komikka tez. Menga mana shu kitobdan berib yuboring. Olaver, mayli. Mayli. Oldim. Bitta o'qiymiz. Opa, o'qib qoldik. Mana. Jingir jingir jingir. Nega turding, kech qolding? Matematikani o'qib chiq. Matematika mana. 2 ga qo'shamiz 4. Necha bo'ladi? 2 ga qo'shamiz 4. 6 bo'ladi. To'g'ri. Qani yoz. Yozdim. 2 ga 2 necha? 4. 2 kara 2. 4. Молодец. Qani yoz. Endi men doskaga chiqdi. 2 ga 2 necha bo'lishini ko'rsat. Mayli. 2 qoladi. Teng yozsang ketasan. 2 ga 2. 2 ga qo'shamiz 2 ni necha teng? 4. To'g'ri. Endi uyga shoshilmay bor, yiqilib tushmaydi. Onangga men javob bermayman. Onang o'tganiga 2 yil bo'ldi. Men ketdim. Mayli, ertaga komikka jo'ralaringga chaqir. Mayli. Maktabga. Mayli. Do'stlar ketdik uyga. Yana biz uxlab ertaga bitta